Bugun men pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntiraman. Iyul oyida pul olish, to'lovni yo'qotib qo'ymaslik, kechikish yoki ortiqcha yugur-yugurga tushib qolmaslik uchun ulgurib bajarish kerak bo'lgan 5 ta asosiy ish bor. Bu ma'lumot nafaqat yoshga doir pensiya olayotganlarga, balki nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nafaqa, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam olayotgan oilalarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Men buni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Chunki ko'pchilik pul kechikkanidan keyin sababini qidiradi. Aslida esa ko'p muammolarning oldini iyulning o'zida olish mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni yaqinlaringiz, ota-onangiz, qo'shnilaringiz ham bilishi kerak. Avvallari ko'p pensionerlar bir xil tartibga o'rganib qolgan edi. Pensiya belgilangan kuni keladi. Pochta xodimi olib keladi yoki karta orqali tushadi. Odam esa kutadi. Lekin hozir tizim ancha elektronlashgan. Bank kartalari, plastik kartaning muddati, biometrik ma'lumotlar, yashash manzili, telefon raqami, ishonchnoma, qayta hisob-kitob, imtiyozli to'lovlar, davlat xizmatlari orqali ariza berish kabi masalalar pul olishga bevosita ta'sir qiladi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, pensionerning pensiyasi to'xtatilmagan bo'ladi. Lekin pul qo'liga yetib kelmaydi. Sababi karta muddati tugagan, bank hisob raqami faol emas, pochta manzili noto'g'ri, ishonma muddat o'tgan yoki pensioner vaqtida kerakli ma'lumotni yangilamagan bo'ladi. Ba'zan esa odamda qo'shimcha to'lov olish huquqi bo'ladi, lekin u ariza bermagani uchun pulni olmay yuradi. Shuning uchun iyul oyida 5 ta ishni tekshirish juda muhim. Men har birini alohida aytaman. Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar uchun bu shart emas? Qayerga borish kerak? Qanday hujjat kerak va qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish kerak? Eng birinchi tekshiradigan narsa bu pul tushadigan karta. Ko'p pensionerlar kartaning old tomonidagi amal qilish muddatiga e'tibor bermaydi. Masalan, kartada 0725 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2025 yil iyul oyining oxirigacha amal qiladi. Agar muddat iyulda tugayotgan bo'lsa, pul tushish kechikishi yoki keyingi oyda muammo bo'lishi mumkin. Ayniqsa, pensiya faqat karta orqali olinayotgan bo'lsa, buni oldindan hal qilish kerak. Men pensionerlarga doim aytaman, kartani pensiya tushadigan kuni emas. Undan oldin tekshiring. Chunki pensiya tushadigan kuni bankda navbat ko'p bo'ladi. Telefon orqali bog'lanish qiyinlashadi. Ayrim filiallarda yangi karta tayyorlash bir necha kun olishi mumkin. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka pasport yoki ID karta bilan borib, kartani qayta chiqarish uchun ariza berish kerak. Ayrim banklar kartani avtomatik yangilaydi, lekin bu har doim ham pensionerga vaqtida yetib bormaydi. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli iyul oyida pensiyasi tushmagan deb o'ylagan. Aslida pensiya hisoblangan, lekin eski karta yopilgan, yangi karta esa filialda tayyor turgan. Opa telefon raqamini almashtirgani uchun bankdan kelgan xabarni olmagan. Natijada 2 hafta ortiqcha asabiylashgan. Agar iyul boshida bankka qo'ng'iroq qilib yoki filialga borib kartani tekshirganda bu muammo bo'lmas edi. Kimlar xavotir olishi kerak? Kartasi muddati tugayotganlar, bank kartasini uzoq vaqt ishlatmaganlar, PIN kodini unutganlar, telefon raqamini almashtirganlar, kartani yo'qotganlar, pensiyani boshqa bankka o'tkazmoqchi bo'lganlar albatta tekshirishi kerak. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Kartasi yangi, SMS xabarnomasi ishlab turgan, har oy pensiya muntazam tushayotgan va bank ilovasida hisob faol ko'rinayotgan pensionerlar oddiy nazorat bilan kifoyalansa bo'ladi. Lekin men baribir bitta maslahat beraman. Iyulda bankdan kartangizning amal qilish muddatini, hisob raqamingiz faol ekanini va pensiya to'lovi keladigan rekvizitlar o'zgarmaganini aniqlab oling. Agar bank kartangiz yo'qolgan bo'lsa, darhol blok qildiring. Chunki karta yo'qolgan holda kimdir pul yechib olsa, keyin isbotlash ancha qiyin bo'ladi. Ikkinchi muhim ish bu yashash manzili va telefon raqamini tartibga keltirish. Ko'pchilik buni oddiy narsa deb o'ylaydi. Lekin pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam, subsidiyalar va ayrim qo'shimcha to'lovlar bo'yicha xabarnomalar aynan telefon raqami yoki ro'yxatdagi manzil orqali keladi. Agar pensioner bir mahalladan boshqa mahallaga ko'chgan bo'lsa, vaqtincha farzandnikida yashayotgan bo'lsa, tuman o'zgargan bo'lsa yoki ro'yxatdagi manzil boshqa, to'lovni olishda chalkashlik bo'lishi mumkin. Ayniqsa, pochta orqali pul oladigan pensionerlar uchun bu juda muhim. Pochta xodimi ro'yxatdagi manzilga boradi.
Pensioner u yerda bo'lmasa, pul qaytib ketishi yoki qayta yetkazish kechikishi mumkin. Misol uchun, pensioner amaki qishloqda ro'yxatda turadi, lekin yoz oylarida shahardagi o'g'ilnikida yashaydi. Pensiya pochtachi orqali qishloqqa boradi. Uyda hech kim bo'lmaydi. Keyin amaki pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Aslida pul ajratilgan, lekin yetkazib berish imkoni bo'lmagan. Bunday vaziyatda oldindan pochta bo'limiga yoki tegishli pensiya organiga murojaat qilib, pulni olish tartibini aniqlashtirish kerak. Telefon raqami ham shunday. Hozir ko'plab xizmatlar SMS orqali tasdiqlanadi. Agar pensionerning eski raqami o'chgan bo'lsa, bank ilovasiga kira olmaydi, xabarnoma olmaydi. Ayrim davlat xizmatlaridan foydalana olmaydi. Ba'zan telefon raqami farzandining nomida bo'ladi. Bu ham muammo emas, lekin raqam doimiy ishlashi va pensionerga xabar yetib borishi kerak. Iyul oyida qilinadigan amaliy ish. Pasport yoki ID karta bilan yashash joyingizdagi mahalla pochta bo'limi, bank yoki pensiya jamg'armasi bo'limida ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini tekshiring. Agar telefon raqamingiz almashgan bo'lsa, bankda ham. Davlat xizmatlari tizimida ham yangilang. Agar pensiya kartaga tushsa, bankdagi telefon raqami alohida muhim. Agar pochta orqali olsa, yetkazib berish manzili aniq bo'lishi kerak. Bu yerda bir nozik jihat bor. Ba'zi pensionerlar men ro'yxatda turmagan joyda yashayapman, shuni aytsam to'lovim to'xtab qoladimi deb qo'rqadi. Har bir holat alohida ko'riladi, lekin ma'lumotni yashirish ko'proq muammo keltiradi. To'lovni vaqtida olish uchun mas'ul organlar sizni qayerdan topishini bilishi kerak. Agar siz boshqa hududga doimiy ko'chgan bo'lsangiz, hujjatlarni o'tkazish tartibini so'rab, rasmiy yo'l bilan hal qiling. Uchinchi ish eng ko'p pulga ta'sir qiladigan masala. Sizga qo'shimcha to'lov, qayta hisob-kitob yoki imtiyoz tegishli bo'lishi mumkin. Ko'p pensionerlar faqat har oy tushadigan asosiy pensiyani biladi. Lekin ayrim holatlarda pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi, qo'shimcha to'lovlar belgilanishi yoki ijtimoiy yordam tayinlanishi mumkin. Masalan, ish staji bo'yicha hujjat topilgan bo'lsa, ilgari hisobga olinmagan davr aniqlansa, arxivdan ma'lumotnoma chiqsa, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs bo'lsa yoki boquvchisini yo'qotgan oilada tarkib o'zgargan bo'lsa, to'lov miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuningdek, ayrim hududlarda kommunal to'lovlar, parvarish, dori-darmon, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun texnik vositalar yoki boshqa yordamlar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Hayotiy misol, yetim 2 yoshli amaki pensiyaga chiqqanida ayrim ish yillari arxivdan tasdiqlanmagan. Oradan vaqt o'tib korxona hujjatlari arxivda topilgan, amaki endi kech bo'ldi deb yuravergan. Aslida u ariza berib, qo'shimcha ish stajini hisobga oldirishi mumkin edi. Natijada pensiya miqdori oshishi ehtimoli bor edi. Bunday holatda pul avtomatik kelib qolishini kutmaslik kerak. Ko'pincha odamning o'zi murojaat qilishi, hujjat topshirishi, arxiv ma'lumotini olib kelish kerak bo'ladi. Yana bir misol, pensioner ayolning turmush o'rtog'i vafot etgan, lekin u boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha qanday huquqlari borligini so'ramagan. Har doim ham bir to'ldan boshqasiga o'tish foydali bo'lavermaydi, lekin hisob-kitobni so'rab ko'rish kerak. Ba'zan amaldagi pensiyani saqlash ma'qul bo'ladi. Ba'zan esa boshqa turdagi pensiya yoki qo'shimcha yordam foydaliroq chiqadi. Buni taxmin bilan emas, rasmiy hisob-kitob bilan bilish mumkin. Kimlar ayniqsa tekshirish kerak? Pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganlar, arxiv hujjatlari keyin topilganlar, nogironlik guruhi o'zgarganlar, turmush o'rtog'i vafot etganlar, qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzand yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zosi borlar. Uzoq vaqt hech qanday qayta hisob-kitob qildirmaganlar. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Hujjatlari to'liq, oxirgi yillarda qayta hisob-kitob qilingan, oilaviy holati va sog'ligi bo'yicha o'zgarish bo'lmagan pensionerlar. Lekin ularga ham kamida bir marta ma'lumotni tekshirdirish zarar qilmaydi. Amaliy yo'l bunday: avvalo mavjud pensiya hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Mehnat daftarchasi, ish staji bo'yicha ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, nogironlik hujjati, nikoh yoki vafot etganlik guvohnomasi, farzandlar haqidagi hujjatlar, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha ma'lumotlar tayyor bo'lsin. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib, mening holatimda qayta hisob-kitob yoki qo'shimcha to'lovga asos bormi deb yozma yoki rasmiy tartibda so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Ariza qoldirsangiz, unga javob berilishi kerak. 4-ish ishonchnoma. Parvarish va boshqa odam orqali
pul olish tartibini tekshirish. 4-ish ayniqsa yoshi katta, kasal, yurishga qiynaladigan pensionerlar uchun muhim. Ko'pchilik pulini farzandi, nabirasi, qo'shnisi yoki boshqa ishonchli odam orqali oladi. Bu odatiy holat, lekin hujjat tomoni to'g'ri bo'lmasa, pulni olishda muammo chiqadi. Agar pensioner o'zi bankka bora olmasa, kartadan foydalanishni boshqa odamga topshirsa, ishonchnoma masalasini aniq qilish kerak. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank yoki pochta pul bermasligi mumkin. Ayrim holatlarda notarial ishonchnoma kerak bo'ladi. Ayrim holatlarda bankning o'zida rasmiylashtiriladigan tartib bo'lishi mumkin. Bu bank to'lov turi va vaziyatga bog'liq. Men ko'p uchratadigan xato pensioner kartasini va PIN kodini farzandiga beradi, lekin rasmiy ishonchnoma qilmaydi. Oilada ishonch bo'lishi mumkin, lekin huquqiy tomondan bu xavfli. Birinchidan, karta yo'qolsa yoki pul noto'g'ri yechilsa, javobgarlik masalasi chalkashadi. Ikkinchidan, pensionerning o'zi nazoratdan chiqib qolishi mumkin. Uchinchidan, bank xavfsizlik sababli operatsiyani to'xtatishi mumkin. Yana bir nozik masala, pensioner og'ir kasal bo'lsa, yotib qolgan bo'lsa, hujjat rasmiylashtirishni oxirgi kunga qoldirmaslik kerak. Notariusni uyga chaqirish, tibbiy ma'lumotlar, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, pensionerning o'z xohishini bildira olishi kabi masalalar vaqt oladi. Iyul oyida buni oldindan hal qilib qo'yish kerak. Ayniqsa, pensiya to'lovini muntazam boshqa odam olib tursa, ishonchnoma muddati qachon tugashini tekshiring. Misol, bir oilada bu pensiyasini nabirasi olib kelardi. Ishonchnoma iyul boshida tugagan, lekin hech kim e'tibor bermagan. Pensiya kuni pochtada pul berilmagan. Keyin yangi ishonchnoma rasmiylashtirish uchun yana hujjat yig'ish, notariusga borish, vaqt belgilash kerak bo'lgan. Bu esa pulni dori-darmon uchun kutayotgan edi. Oddiy tekshiruv bilan bunday kechikishning oldini olish mumkin edi. Praktik maslahat, ishonchnomada kimga qanday huquq berilgani aniq yozilgan bo'lishi kerak. Faqat ma'lumot olish huquqi boshqa, pul olish huquqi boshqa bo'lishi mumkin. Bank kartasini boshqarish, hisobdan pul yechish, pochta orqali pensiya olish, ariza berish, hujjat topshirish kabi vakolatlar alohida ko'rsatilgani yaxshi. Ishonchnoma muddati ham aniq bo'lsin. Agar pensioner o'zi imzo qo'ya olmasa, notariusdan qonuniy tartibni so'rash kerak. 5-ish ko'pchilikka yoqmaydi, lekin juda zarur. Pensiyadan ushlab qolishlar, qarzdorliklar, aliment. Kredit, kommunal qarz, sud qarori, ijro hujjati yoki ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalalarini tekshiring. Ba'zan pensioner pensiyam kamayib qoldi deydi, lekin sababini bilmaydi. Sabab esa pensiyadan qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, odam sababni bilsa, nima qilishni tushunadi. Agar ushlab qolish noto'g'ri bo'lsa, e'tiroz berish mumkin. Agar qarz haqiqatan bor bo'lsa, uning miqdori, muddati va qancha ushlanish kerakligini bilish kerak. Hech kim o'z pensiyasidan nima uchun pul kamayganini bilmay yurmasligi kerak. Misol uchun, pensionerning eski kredit kartasi bo'yicha qarzi qolgan. Bank sudga bergan yoki ijro hujjati chiqqan. Pensioner bu haqda aniq bilmagan. Bir oy pensiya tushganda odatdagidan 300 ming so'm kam bo'lgan. U bankni ayblagan. Bank esa ijro tartibida ushlab qolinganini aytgan. Bunday holatda avvalo ijro byurosidan yoki tegishli organdan hujjatni ko'rish, qarz miqdorini aniqlash, ushlab qolish foizi qonuniy chegarada ekanini tekshirish kerak. Yana bir holat. Pensionerga ilgari ortiqcha to'lov qilingan bo'lishi mumkin. Masalan, biror ma'lumot vaqtida yangilanmagan, oilaviy holat o'zgargan, nafaqa uchun asos tugagan, lekin to'lov davom etgan. Keyin organlar buni aniqlab, ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Bu juda nozik masala. Agar ortiqcha to'lov sizning aybingizsiz bo'lgan deb hisoblasangiz, yozma tushuntirish berish, hujjatlarni ko'rsatish, mutaxassisdan maslahat olish kerak. Iyul oyida nima qilish kerak? Oxirgi 3-4 oydagi pensiya tushumlarini solishtiring. Masalan, aprel oyida 20 million 860 ming so'm, may oyida 20 million 860 ming so'm. Iyunda 20 million 200 ming so'm tushgan, iyulda esa 20 million 500 ming so'm tushgan bo'lsa, farq bor. Bu farqning sababini bankdan emas, avvalo to'lovni tayinlaydigan organdan yoki ushlab qolish bo'lsa, ijro organidan aniqlash kerak. Bank ko'pincha faqat kelgan pulni ko'rsatadi. Nima uchun kamaygani bank har doim ham bilmaydi. Agar karta orqali pul olayotgan bo'lsangiz, bankdan hisobvaraq ko'chirmasini oling. Unda pul qachon tushgani, qancha tushgani, qayerga yechilgani ko'rinadi. Agar naqd pul olsangiz,
pochta yoki to'lov qaydnomasidagi ma'lumotni so'rang. Shundan keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensiya miqdori nima sababdan o'zgardi deb yozma murojaat qiling. Javobda asos ko'rsatilishi kerak. Endi men ayrim istisnolarni tushuntiraman. Hamma pensioner ham bir xil vaziyatda emas. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi. Kimdir boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Kimdir ijtimoiy nafaqa oladi. Har birining hujjatlari, qayta tekshiruv muddati, shartlari farq qilishi mumkin. Nogironlik bo'yicha to'lov olayotganlar alohida ehtiyot bo'lishi kerak. Agar tibbiy mehnat ekspertizasi yoki tegishli tibbiy xulosa muddati bo'lsa, uning amal qilish sanasini tekshirish zarur. Muddati tugagan xulosa bo'yicha to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Ba'zi guruhlar muddatsiz belgilanadi, ba'zilarda qayta ko'rik kerak bo'ladi. Qayta ko'rikni oxirgi kunga qoldirmang, chunki shifokor ko'rigi yo'llanma, tahlillar va hujjatlar vaqt oladi. Boquvchisini yo'qotganlik to'lovi olayotgan oilalarda ham o'zgarishlar muhim. Masalan, bola ma'lum yoshga yetgan bo'lsa, o'qishga kirgan yoki o'qishni tugatgan bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lovda uzilish bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun iyul oyida ayniqsa o'qish bilan bog'liq hujjatlarni oldindan tayyorlash kerak. Ishlayotgan pensionerlar ham e'tiborli bo'lsin. Ishlash pensiyani butunlay to'xtatadi degan umumiy qoida hamma holatga bir xil qo'llanmaydi. Lekin ish haqi, ijtimoiy soliq, staj, qayta hisob-kitob va ayrim to'lovlar bo'yicha ta'sir bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsangiz, bu davr keyinchalik hisobga olinishi mumkinmi? Qanday tartibda ariza beriladi? Qancha muddatdan keyin ko'rib chiqiladi? Shuni aniqlang. Yana bir nozik jihat. Chet elga vaqtincha ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda bo'lsa, pensiya to'lovini olish tartibi bank kartasidan foydalanish, ishonchnoma, yashash joyi va tasdiqlovchi hujjatlar bo'yicha alohida savollar paydo bo'ladi. Bunday vaziyatda qo'shnim shunday qilgan degan gapga ishonib ish tutmang. O'zingizning holatingiz bo'yicha rasmiy izoh oling. Shuningdek, firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak. Iyul oyida pensionerlarga qo'shimcha pul chiqdi. Kartangizni tasdiqlang. SMS kodni ayting. Pensiyangizni oshirib beramiz degan qo'ng'iroqlar ko'payishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod bermang, karta raqami va PIN kodni aytmang. Pasport ma'lumotlaringizni telefon orqali noma'lum odamga yubormang. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan PIN kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik hujjati, ishonchnoma, nikoh yoki vafot etganlik guvohnomasi, farzandlar va qaramog'idagi shaxslar bo'yicha hujjatlar tayyor tursin. Hujjat yo'qolgan bo'lsa, iyulning o'zida tiklashni boshlang. Ikkinchi qadam, bankka murojaat qiling. Kartangiz muddati, hisob raqam faolmi, telefon raqamingiz to'g'rimi, SMS xabarnoma ishlayaptimi, karta bloklanmaganmi? Shularni tekshiring. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, yangisini rasmiylashtiring. Agar kartani farzandingiz ishlatayotgan bo'lsa, xavfsizlikni qayta ko'rib chiqing. Uchinchi qadam, pensiya miqdorini solishtiring. Oxirgi oylar bo'yicha qancha pul tushganini yozib chiqing. Agar kamayish, kechikish yoki tushunarsiz ushlab qolish bo'lsa, sababini yozma so'rang. Telefon orqali aytilgan gapni eslab qolish qiyin. Yozma javob esa keyingi harakat uchun asos bo'ladi. 4-qadam, qo'shimcha huquqlaringizni tekshiring. Pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki vakolatli organga borib, mening ish stajim, oilaviy holatim, nogironlik holatim yoki yangi topilgan hujjatlarim bo'yicha qayta hisob-kitob qilish mumkinmi deb murojaat qiling. Agar arxivga so'rov kerak bo'lsa, uni ham boshlang. Arxiv javobi bir kunda chiqmasligi mumkin. Shuning uchun erta harakat qilgan yutadi. 5-qadam, ishonchnoma va vakillikni tartibga keltiring. Agar pulni boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, hujjat muddati va vakolatlarini tekshiring. Agar pensioner yura olmasa, notarius yoki tegishli xizmatni uyga chaqirish imkoniyatini so'rang. Hamma narsani og'zaki kelishuvga qoldirmang. 6-qadam, firibgarlikdan himoyalaning. Yaqinlaringizga ham ayting. SMS kod, PIN kod, karta paroli, bank ilovasi paroli hech kimga berilmaydi.
Pensiyangiz oshadi, kodni ayting degan odamlar yordam bermaydi. Aksincha pulingizni olib qo'yishi mumkin. Har qanday shubhali xabarni bank yoki rasmiy idora orqali tekshiring. Demak, iyul oyida pensionerlar pul olish uchun 5 ta asosiy narsani ulgurib tekshirish kerak. Karta va hisob raqami, yashash manzili va telefon raqami, qo'shimcha to'lov va qayta hisob-kitob huquqi, ishonchnoma tartibi. Shuningdek, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Bu ishlar oddiy ko'rinadi, lekin vaqtda qilinsa, pensiya kechikishi, pul kamayishi yoki qo'shimcha to'lovdan bexabar qolishning oldini oladi. Men ekspert sifatida bitta narsani alohida ta'kidlayman. Pul tushmay qolgandan keyin yugurishdan ko'ra, iyulning o'zida tekshirib qo'yish ancha oson. Har bir pensioner o'z huquqini bilishi, hujjatini tartibda saqlashi va shubhali vaziyatda rasmiy javob talab qilishi kerak. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pensiya kechikkanmi? Karta muddati tugaganmi yoki qo'shimcha to'lovni keyin bilib qolganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, yaqinlaringiz va pensioner tanishlaringizga albatta yetkazing.